Bonjour à tous et à toutes. Maintenant, je vous présente l'Alliance française qui se trouve dans la ville de Samarcande, inaugurée en 2023, donc à l'initiative de deux présidents, c'est-à-dire que le président de la France avec M. Macron et le président de l'Ouzbékistan avec M. Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz fransuz tili ixlosmandlari, aziz o'qituvchilar, o'quvchilar. Alliance Française 2023-yil noyabr oyida, ya'ni ikki prezidentning tashabbusiga binoan bu Alliance Française Samarqandda ochildi. Alliance Françaiseda fransuz tilini o'rganuvchilar uchun, ya'ni xalqaro sertifikatlarga tayyorgarlik ko'rish uchun barcha sharoitlar mavjud. Bu yerda nafaqat xalqaro sertifikatlarga tayyorgarlik ko'rish, balki shu sertifikatlarni imtihonini ham shu yerda topshirish mumkin. Samarqand shahri vatanimizning qoq markazida joylashganligi uchun bu yerga kelib o'qish, bu yerga kelib izlanish va o'z bilimini oshirishda bu Alliance Française, ya'ni fransuz alyansi juda katta rol o'ynaydi. Demak, bugungi eksklyuziv suhbatimiz bevosita mana shu Alliance Française boshqaruvchilari, ya'ni direktorlari bilan suhbat bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar va obunachilar, yuqorida ta'kidlaganimdek, bu Alliance Française tashkiloti 2023-yil noyabr oyida ikki prezidentning tashabbusi bilan amalga oshirilgan. Ya'ni noyabr oyida Fransiya Respublikasi prezidenti Emmanuel Macronning mamlakatimizga tashrifi doirasida hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevichning tashabbuslari bilan ushbu Alliance Française Samarqand shahrida o'z faoliyatini boshladi. Bu tashkilotda barcha shart-sharoitlar mavjud. Fransuz tilini o'rganaman, bu tilda gaplashaman va bu tilga nisbatan mehrimni oshiraman. Undan tashqari xalqaro sertifikatlarni ham, ya'ni DELF va DALF sertifikatlarini ham shu yerda qo'lga kiritish imkoniyati mavjud. Til o'rganuvchilarga va ushbu til doirasida sertifikatlarni qo'lga kiritmoqchi bo'lganlarga ma'lumki, imtihonlarimiz 4 ta kompetensiya doirasida bo'ladi. Ya'ni bular tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish doirasida bo'ladi. Siz ko'rib turgan xonalarda barcha sharoitlar mavjud. O'qiyman desangiz kitoblar, tinglab tushunish uchun barcha audio dasturlar. Undan tashqari, shu yerning o'zida fransuzlar bilan suhbatlashish imkoniyatiga egasiz. Asosiysi bu yerda ko'pgina kitoblar bor. Siz kitoblarni o'qib bevosita dars tayyorlashingiz mumkin. O'z ustingizda shug'ullanishingiz uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Eng qizig'i bu yerda sinxron tarjima zali ham mavjud ekan. Ya'ni siz bevosita sinxron tarjima bilan ham shu yerning o'zida shug'ullanishingiz mumkin. Shug'ullanib o'z darajangizni, o'z qobiliyatingizni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Uzoqda yashaydiganlar uchun ham onlayn kurslar tashkil qilingan ekan. Onlayn kurs doirasida ularga o'qish, yozish, gapirish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun barcha ishlar qilinar ekan. Demak, hurmatli obunachilar, ming eshitgandan ko'ra bir ko'rgan afzal deydi. Siz kanalimga obuna bo'ling va sizga mana shu tashkilotda yozilish kerak bo'ladigan bo'lsa, videomning oxirida bevosita sizga linklarni tashab beraman. Bizning eksklyuziv suhbatimiz shu Alliance Française'ning direktori bo'lmish Madame Le Gallo bilan suhbatimiz bevosita bo'ladi. Bonjour madame. Bonjour, assalamu alaikum. Madame, j'aimerais poser quelques questions sur l'Alliance Française. Donc d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu l'inauguration de cette alliance? L'inauguration a eu lieu le 2 novembre 2023 et elle s'est faite en présence de deux présidents de la République, le président français et le président ouzbek.
Donc c'était un grand événement pour Samarcande et un grand événement pour l'Alliance française, une reconnaissance immense pour l'Alliance française. D'accord, merci. Donc maintenant des questions. Pourquoi est-il important d'apprendre le français et quelles opportunités cette langue offre-t-elle? Alors, pourquoi est-ce qu'il est important d'apprendre le français? Il faut savoir que le français, c'est une langue qui n'est pas parlée juste en France, mais sur tous les continents. Il y a énormément de locuteurs français de par le monde, donc c'est une langue qui a un avenir certain. Si vous voulez faire carrière dans le tourisme, dans la diplomatie, dans le commerce, le français est quasiment inéluctible, donc parler français, c'est un gros atout. Le français, c'est une langue aussi littéraire. Le français, c'est la langue aussi de la francophonie, qui est une pensée universelle qui respecte à la fois les peuples et les langues locales, les dialectes, etc., et qui ont des valeurs en commun, tout en ayant le français également en commun. Donc, c'est un moteur. C'est comme un moteur pour faire des choses ensemble. Le français, c'est la langue qui unit. Vraiment. Quelle est la stratégie de l'Alliance française pour développer l'apprentissage du français ici, non seulement à Samarcande, en Ouzbékistan, partout? Alors, il faut savoir que l'Alliance française travaille en étroite coopération avec l'ambassade de France en Ouzbékistan. Toutes les alliances françaises dans le monde travaillent avec les ambassades. Le secteur culturel de l'ambassade, j'entends. Et donc, on a comme stratégie, on a une part de notre stratégie qui est conçue en concertation avec le secteur culturel de l'ambassade, et une autre part où on est appuyé aussi par l'ambassade, mais qui vient aussi de Paris, plus des choses qu'on peut remarquer ici où le français peut être nécessaire. Je m'explique. En coopération avec l'ambassade de France, nous allons participer à un projet pour former les futurs professeurs de français en physique et en mathématiques. On s'est aperçu que le français des sciences avait besoin d'être enseigné à l'école en français dans les écoles spécialisées. Donc ce projet est encore en cours de construction, mais il est déjà bien avancé et il va commencer cette année. D'autre part, donc, de ce que j'ai pu remarquer ici, de ce qui est dans l'air du temps au niveau international, et pour se démarquer un peu du français, pour donner un peu une image plus contemporaine, plus jeune au français, qui est un peu quand même considérée comme une langue poussiéreuse. On pense à Tour Eiffel, on pense à Édith Piaf, mais on ne voit pas le français moderne, à quoi il peut servir. Donc la stratégie de l'Alliance, ça sera de miser sur le français professionnel. Le français du tourisme, le français des affaires, le français de la diplomatie et le français de la santé. Pour ça, nous avons déjà été habilités par la Chambre de commerce de Paris pour faire passer les examens de français professionnel. Ce sont des diplômes internationaux, équivalents au DELF-DALF. Le DELF et le DALF, c'est plus pour faire des études en France, et un français plus littéraire, et avec une pensée bien cartésienne, voilà, pour pouvoir faire des études en France. Ouais. Nous sommes également habilités pour le TCF, pour des questions pareilles, études en France ou immigration au Canada. C'est un autre type, et il restait cette partie de français professionnel. Qu'est-ce qu'on fait avec le français vraiment concrètement? Ces diplômes-là donnent la possibilité de travailler, enfin, ils attestent une faculté à pouvoir travailler en français avec des Français ou des Européens. Merci. Alors, comme vous avez dit, que les examens du DALF et de DELF se passent ici. Oui. Et donc, non seulement DALF et DELF, mais aussi TCF, oui, TCF, pour aller au Canada, pour immigrer. Oui. Voilà, merci. Maintenant, comment envisagez-vous de toucher un public plus large, au-delà des cercles habituels? Alors, ce qu'on a en vue, c'est de sortir un peu de l'Alliance. Nous avons essayé d'attirer les gens vers l'Alliance, mais on se rend compte que c'est compliqué. Donc il va falloir sortir de l'Alliance, faire des activités en dehors de nos locaux. Donc pour ça, bien sûr, les activités culturelles, mais on peut faire aussi des activités éducatives au sein des établissements, en ayant des ateliers à droite à gauche. Voilà. On est en train de mettre ça en place aussi petit à petit. Ça va commencer cette année, mais ça se déploiera beaucoup plus l'année prochaine. D'accord, merci. La prochaine question, quelles sont les actions spécifiques mises en place pour attirer les jeunes vers la langue française? À part des concours et des postes qui peuvent attirer plus les jeunes, quand je pense à un poste, je pense au niveau des réseaux sociaux,
des choses qui peuvent être rigolotes, qui peuvent attirer, parce qu'il faut de l'humour pour attirer les jeunes, je pense. Voilà, via la chanson, via le théâtre, enfin voilà, il y a des activités culturelles qui peuvent faire venir. On s'appuie aussi en ce moment sur le monde arabisant, parce que j'ai remarqué qu'en Ouzbékistan, quelqu'un qui parlait arabe était très respecté. Et donc, on a une série de posts sur nos réseaux sociaux sur les mots français qui viennent de l'arabe. Comme ça, les gens peuvent apprendre en même temps le français et l'arabe, c'est le même mot, et se rendre compte que la langue, c'est quelque chose qui vit et qui évolue au fil du temps. Merci. Des programmes de partenariat avec les universités ou les écoles sont-ils prévus? Alors, on en a déjà, oui, qui sont en cours. On signe des MOU avec les universités où on prévoit des actions communes, de la prise de stagiaires. On peut prendre des stagiaires à l'Alliance française, on peut envoyer des stagiaires dans les écoles ou les universités. Il y a plein de choses à faire en commun, avoir des projets, les soutenir, et puis avoir leur soutien et puis offrir notre soutien aussi, tout ça pour le français, bien sûr. Merci. Mais maintenant, la dernière question. Selon vous, quels sont les principaux défis pour le rayonnement du français dans les régions, ici, en Ouzbékistan? Pour le développement du français en général, ce sera plutôt la concurrence des autres langues. Je ne compte pas l'anglais comme une langue. L'anglais, tout le monde doit le comprendre, tout le monde doit savoir. Voilà. Mais l'anglais ne suffit plus. Si on veut parler une langue étrangère, l'anglais ne suffit plus. Si on veut se démarquer d'ici quelques années, il faudra parler plus que l'anglais. Donc vous avez cette chance déjà dans l'Asie centrale d'être plurilingue de naissance, je dirais. C'est une grande chance. Maintenant, si on veut viser le monde, il faut choisir une autre langue que l'anglais. Le français a sa place, mais le chinois aussi, le coréen, l'espagnol, l'italien. Donc voilà, le grand défi, c'est qu'est-ce que peut apporter le français par rapport à ces autres langues-là. Et c'est pour revenir à ce que je disais au début, le français, langue de la francophonie, on vise le monde entier, les 5 continents. Alors, merci madame pour cette belle interview. Et donc à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bu yerda nafaqat fransuzlar, balki o'zbeklar ham faoliyat olib boradi. Jumladan mana shu Alliance Françaisning direktori Gulnoz opa Yormatova bilan bevosita eksklyuziv suhbatimizni olib boramiz. Assalomu alaykum Gulnoz opa. Assalomu. Avvalo birinchi savolim shundan iboratki, Gulnoz opa, bu Alliance Françaisni ochilishi haqida bir qisqacha bir gapirib bersangiz. Samarqand Fransuz alyansi shu ikki davlat rahbarlarining o'zaro kelishuvini mevasi bo'lib, shu 2023-yilda o'z faoliyatini boshladi noyabr oyida. Shundan beri biz mana o'zimizda faoliyatimizni kengaytirib ish olib boryapmiz. Rahmat Gulnoz opa. Demak, savollarga o'tadigan bo'lsak, nima uchun fransuz tili va uni o'rganish qanday imkoniyatlar eshigini ochadi? Dunyoda tillar ko'p, lekin har bitta tilni orqasida o'sha tilda so'zlashuvchilarning madaniyati, urf-odati, bilim va malakalari turibdi. Fransiya Yevropadagi eng rivojlangan davlatlardan bo'lganligi uchun fransuz tilini o'rganish nafaqat Fransiya, butun dunyodagi frankofon davlatlar, Kanadada, Quebec, Shvetsariya, Belgiya va Afrikaning bir qancha davlatlarida, shuning bilan musulmon davlatlar Aljer va Marokkoda ham gaplashiladigan tildir. Bu tilni orqasidan biz nafaqat o'sha davlatlarni, ularning madaniyati, ularga bo'lgan bilim va fanniy yutuqlarini ham o'zimizga o'zlashtirishimiz mumkinligi uchun fransuz tili ham eng asosiy bilim uchun muhim tillardan hisoblanadi. Rahmat Gulnoz opa. Keyingi savolim hamkorlik va rivojlanish doirasida bo'ladi. Alliance Françaisning O'zbekistondagi faoliyatini yanada kengaytirish bo'yicha qanday rejalar mavjud? Rejalarimiz juda ham ko'p. Bulardan eng asosiysi onlayn darslarni taklif qilish. Onlayn darslar nafaqat fransuz tilini o'rgatishga mo'ljallangan bo'lib, fransuz tili fanlar yoki bir soha fransuz tili hisoblanadi. Masalan, meditsina sohasida ishlaydiganlarga fransuz tili orqali meditsina sohasida o'qishlar, stajirovkalar topishga imkoni bor. Injenerlarga va boshqa fan sohalariga ham mo'ljallangan darslar tashkil qilyapmiz. Buning uchun kerakli
o'qituvchilarimiz stajirovka nimalarda malaka oshirish kurslaridan o'tgan. Biz tayyormiz. Endi talabgorlarni kutamiz. Qarang, Gulnoz opa, bu yerda hozir meni e'tiborimni tortgan narsa, bu nafaqat fransuz tili mutaxassislar yoki fransuz tili doirasida o'qiydiganlar, balkim gumanitar fanlar uchun ham ancha qulay bor ekan, masalan, ximiya, biologiya. Gumanitar va aniq fanlar uchun juda ham katta imkoniyatlar mavjud hozir o'sha fanlarni o'rganadigan sohadagilarga. Sababi ular uchun juda ko'p stipendiyalar bor Yevropada. Faqat fransuz tilini o'rganish uchun o'rganayotgan filologlarga bunaqa imkoniyatlar kam. O'zingiz bilasiz, o'qituvchilarimizga hozircha faqat frankofoniyaga borib kelish uchun, malaka oshirish uchun imkoniyat bor. Undan boshqa juda ham kam nimalarimiz, stipendiyalar. Lekin mana bu boshqa sohadagi izlanuvchilar, yoshlar uchun juda katta imkoniyatlar ko'p. Yevropada fransuz tili orqali ta'lim olish malakasini ko'paytirish uchun. Hurmatli obunachilar, mana bu Alyans Fransuzda tashkil etilgan mana shunaqa sharoitlarni hozir men sizga bevosita lavhamda ko'rsatib o'taman. Mana nafaqat fransuz tili mutaxassislari, balki biologiya, ximiya, aniq fanlar bo'yicha ham tayyorgarlik ko'rib, chet davlatda, ayni frankofon davlatlarda o'qishingiz mumkin ekan. Demak, Gulnoz opa, keyingi savolim, mahalliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni mustahkamlash uchun qanday ishlar qilinmoqda? Mana masalan, men Qashqadaryodanman. Men ham xohlayman shu maktablarimiz va universitetimiz bilan hamkorlik qilishni. Biz ham xuddi shu niyatdamiz, lekin ayrim vaqtlari boshqa ta'lim muassasalari bilan tuzgan memorandumlarimiz, kelishuvlarimiz faqatgina qog'ozda qolib ketmoqda. Sababi talabalar fransuz tilini o'rgansak bizga kerak emas degan nima deydi, fikrga mahkam o'rnashib qolgan. O'zingiz ham bilasiz, tarixda, masalan 19-asrda yaqin Sharq davlatlarida, Rossiya imperiyasida fransuz tili faqat non topish tili bo'lmaganda, fransuz tili bir madaniyat, odamlarning yuqori tabaqa tili bo'lib hisoblangan, adabiyot tili hisoblangan. Bu fransuz tili orqali odam dunyoni qayta kashf qilishi mumkin. O'zingiz o'qigan bo'lsangiz, shu Viktor Gugoni asarlarida, 19-asrda yozilgan asarlarda Toshkent haqida gapiryapti. Toshkentdagi o'sha quyosh o'chog'i haqida gapiryapti. Bu degani fan texnika faqatgina fantaziya bilan emas, til bilan ham tarqalishi mumkinligini isboti bo'lib turibdi. Shuning uchun fransuz tilini faqatgina non tili deb qarash noto'g'ri fikr bo'ladi. Mana hozir aytayman, ilm, fan, adabiyot, hamma narsa uchun masalan bittagina rus tilini bilish qancha imkoniyat beradi. Siz 3 ta tilni biladigan bo'lsangiz, bu degani siz uchun 3 ta darvoza ochiq dunyoni kashf qilish uchun. Yana boshqa tillarni bilsangiz, shuning uchun aytadi, ish bilganga 1 tanga, til bilganga 1000 tanga deb. Rahmat qiziq javobingiz uchun. Keyingisi yoshlarni jalb qilish xususida bo'ladi. Yoshlarni fransuz tilini o'rganishga undash uchun qanday yangi dastur yoki tadbirlar rejalashtirilgan? Aynan Alyans Fransuzda. Aynan Alyans Fransuzda shu yoshlarimiz qiziqib kelishi uchun hozir biz shu Fransiyadagi ayrim nima deydi, muassasalar bilan birgalikda Fransiyaga borib malaka oshirish, til malakalari nima deydi, sovrinlarini topayapmiz. Bizada o'rgangan fransuz tilini o'rganayotgan o'quvchilarimiz orasida musobaqalar o'tkazamiz. Bu musobaqalarni asosiy sovg'asi Fransiyaga borib malaka oshirish, 1 oy sayohat qilish yoki biron bir dasturlarda ishtirok etish bo'ladi. Rahmat Gulnoz opa. Fransuz tili va madaniyatiga qiziqishni oshirishda ijtimoiy tarmoqlar va zamonaviy usullardan qanday foydalanmoqda? Ijtimoiy tarmoqlarga kelsak, bizda Telegram kanalimiz mavjud va undan tashqari Facebookda o'zimizning sahifamiz mavjud, Samarqand Fransuz Alyansi sahifasi. Undan tashqari Instagramda bizni yosh fransuz stajyorlarimiz, samarqandlik yoshlarimiz bilan ko'p nimalar o'tkazib boriladi. Instagramda videochalar qo'yiladi. Bundan tashqari biz bilan aloqa qilmoqchi bo'lgan har qanday qiziquvchiga, o'rganuvchiga
telefon raqamlarimiz bor, ishlab turadi, har doim javob beradi. Hurmatli obunachilar, videoning oxirida Alliance Française'ning Telegram, Instagram, umuman ijtimoiy tarmoqlardagi iqtiboslarini tashlab qo'yaman, ya'ni linklarini va telefon raqamlarini tashlab qo'yaman. Bevosita bog'lanib, mana shu Alliance Française'ga kelib, o'z faoliyatingizni va fransuz tilini chuqur o'rganishingizga ancha dalda bo'ladi. Gulnoz opa, yana bir savolim borda, bu nimadan sal tashqariroq bo'lsa ham, qarang, bu bolalar, umuman o'rganuvchilar ko'proq fransuzlar, ya'ni native speaker deydimi, nima deydi? Aynan o'sha fransuzlar bilan suhbatlashishni yaxshi ko'radi-da. Alliance Française'da shu imkoniyatlar ham mavjudmi? Albatta, fan texnologiyani rivojlanishi masofa degan narsani, tushunchani yo'qotishga xizmat qilyapti. Bu degani nima degani? Masalan, tomoshabinlaringizni ko'pchiligi uzoqda bo'lib turib, biza borib o'sha bu yer Alliance Française'dagi fransuzlar bilan gaplasha olmaymiz deydigan bo'lsa, ular uchun onlayn suhbatlar tashkil qilishimiz mumkin bo'ladi. Bunda kimlar ular suhbatdagi o'sha suhbatlashmoqchi bo'lgan fransuzlar? Alliance Française'ning o'zida hozirgi ayni vaqtda 4 ta fransuz tili bo'yicha kelgan o'qituvchi, bitta o'qituvchi va 3 ta stajyorimiz bor. Ular har haftaga turli o'sha suhbat klublarini o'tkazadi, atelyelar o'tkazadi. Ularga masalan qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilsa, uzoqdagilar uchun onlayn tashkil qilishimiz mumkin davra suhbatlarini. Bu yerga kelaman deganlar uchun eshiklarimiz ochiq. O'sha Telegram kanalimizda e'lon qilib boriladi. Har hafta qaysi mavzudagi atelyelar, qaysi mavzudagi suhbatlar bo'layotgani bemalol kelib, erkin ravishda kirishlar erkin, bepul qatnashib ishtirok etishlari mumkin. Rahmat Gulnoz opa. Hurmatli obunachilar, hozir men mana shu Alliance Française'ga kirganimda bir qiziq va ajoyib narsaga guvoh bo'ldim. Ya'ni bu yerda xalqaro sertifikatlar uchun imtihonlar o'tkazilyapti ekan. Ya'ni DALF va DELFga aytmoqchimanki, bu yerda shu imtihonlarga ham tayyorgarlik ko'rish mumkin va bevosita imtihonlarni shu yerning o'zida topshirish ham mumkin. Gulnoz opa, keyingi savolim va bu oxirgi savolim bo'ladi. O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlashda Alliance Française'ning o'rni va kelgusida qanday madaniy loyihalar yoki tadbirlar kutilmoqda? Samarqand Fransuz alyansining tashkil topishi asosan mana shu O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi madaniy aloqalarni rivojlantirish maqsadi qo'yilgan edi va bu maqsad uchun biz nima qilyapmiz? Samarqand Fransuz alyansi Fransiyaning Toshkentdagi elchixonasi bilan hamkorlikda turli xil fransuz artistlari, musiqachilari bilan konsertlar tashkil qilamiz Samarqand shahrida. Endi shu o'rinda yana bir narsani e'lon qilib o'tmoqchi edim. Boya DALF ekzamenlari haqida gapirdingiz. Madam Marjolin Lugalo ham bu narsani tushuntirdi. Kelgusida hozir endi dars jarayonlari ketayotganligi uchun, o'quv yili bo'lganligi uchun aynan 3 oylik kanikul vaqtlariga biz intensiv DALF yoki DELF ekzamenlari uchun tayyorgarlik paketlarini yo'lga qo'yamiz. Bu paketlar 70 soat, 60 soat darsni o'z ichiga olib, intensiv ravishda 2 hafta, 3 haftani ichida o'qituvchilar o'sha 4 ta kompetensiya bo'yicha tayyorgarlik olib, undan keyin to'g'ridan-to'g'ri ekzamenni ham shu yerda topshirishlari mumkin bo'ladi. Gulnoz opa, yana bitta asosiy savol. Mana bizni ko'rib turgan obunachilarimiz, fransuz tili ishqibozlari Samarqandga kela olmaslik imkoniyatlari yo'q bo'lishi mumkin-da. Ya'ni kela olmasligi mumkin. Ular bilan onlayn kurslar tashkil qilish mumkinmi? Albatta. Shu ekzamenlarga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha. Kurslarimiz asosan 6 kishi 6 ta yozilgandan keyin ishtirokchi bo'lganda boshlanadi. Agar O'zbekistonning qaysi viloyati, qaysi geografik joyidan yoziladigan bo'lsa, uni farqi yo'q. Darslar agar kishi soni to'ladigan bo'lsa, onlayn darslarimiz ham o'sha fransuzlar orqali, masalan, eshitib tushunish, tinglab tushunish yoki og'zaki nutq darslari fransuzlar tomonidan, ko'proq teoriya, yozish ko'nikmalari haqidagi darslar esa o'zbek o'sha maxsus tayyorgarlikdan o'tgan yoki formasioni o'sha narsaga to'g'ri keladigan, o'sha darajaga to'g'ri keladigan o'qituvchilar orqali yo'lga qo'yiladi. Hurmatli obunachilar, foydalanib qoling va ulgurib qoling. Asosiysi 3 oylik kanikulda hamma bo'sh bo'ladi. Tayyorgarlik ko'rsangiz
bo'ladi bemalol. Gulnoz opa, sizga yana bir bor rahmat. Rahmat. Omon sizga bo'ling. xush Xudo kelibsiz. xohlasa keyingi uchrashuvlarimizgacha sog' bo'ling. Xush kelibsiz. Rahmat.